Texnika mutaxassisi sifatida allergiya kasalligiga chalingan insonlarga nima tavsiya bera olasiz? Juda og'riqli savol bo'ldi. Qarang, birinchi o'rinda tavsiyani doktor beradi. Texnikal mutaxassis sifatida men sizga bir ikkita tavsiyalar beraman. Aynan shu allergiyaga chalingan insonlarga tavsiyalarim. Birinchi o'rinda hech qachon 2 kundan oshiq ishlatish kerak emas pastelni. Har 10 kunda matras bo'lsin, ko'rpacha bo'lsin, hammasini qoqib turish kerak. Yaxshilab eshitib olinglar. Hammasini qoqib turish kerak. O'zi eng asosiysi remov olish kerak. Hamma muammoz bittada tugaydi-da, hammasini qutulasiz, bittada qutulasiz. Xonalarni ko'p shamollatib turish kerak. Issiq bo'lishidan, sovuq bo'lishidan qat'iy nazar xonani doimiy tarzda shamollatib turish kerak. Chunki ochiq havodagi, ya'ni ko'chadagi havo uyingiz ichidagi havodan 20-50 barobar toza. Ko'chaning havosi toza, uyingiz ichidagi havo musor. Uyingiz ichidagi havo sizga xavfli agar allergiyangiz bo'lsa. Chunki uyingiz ichida yopiq pomeshcheniya bo'lgani hisobiga o'sha allergiyan qo'zg'atadigan changlar, piloklis, bakteriyalar, mikroorganizmlar, ziyonli, zararli narsalar hammasi uyingiz ichida yashaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda havoni toza tutishga ahamiyat bering. Ikkinchi o'rinda o'sha matraslarni doimiy tarzda toza tuting, pastelni 2 kundan oshiq ishlatmang. O'sha yuvish kerak, konkret yuvish kerak. Uchinchisi eng katta tavsiya endi removga taqyapti, sotuvga taqyapti emas, lekin realniy oldini olish uchun yo'lmasam joyida to'xtatish uchun bitta zo'r yechim remov. Zo'r, вообще zo'r yechim. Realniy garantiya beramiz, zo'r yechim bitta remov.